Menimcha ob-havo bizani aldayapti o'rtoqlar. Havoni qaranglar, bulut. Endi ko'chaga yomg'ir yog'sa, men nima kiyaman? Uyda bitta ham kiyimim yo'q deb siqilib o'tirgan ayollar bormi menga o'xshab? Shoes collectionga zo'r kiyim keldi. Yuringlar sizlarga ko'rsataman. Mana bu do'kamizni qaranglar qizlar, qanaqa asal, Barbie bo'lib turadi. Belgiga ham o'zini zo'r demishoklar bor ekan. Oynaga qarab hech o'zimga to'ymayman. Oldilari zamogli, do'q qarashda sportivkaga o'xshaydi. Lekin uzoqroq qarasanglar, kilotlari bilan birga kostyumga ham o'xshab ketadi, lekin kostyum deyolmayman. Chunki dvoyka, chunki klassik modelga ham tortib ketadi. Orqalarini ham ko'rsanglar bo'ladi. Shunaqa modniy dvoykamiz, materiallari aynan sovuq kunlarga moslashgan. Buni qanaqa qilib sizlarga telefondan yetkazib berishni bilmayman-ku, lekin ko'rsanglar bo'ladi. Ranglarni sizlarga ko'rsatib o'taman. Qorasi kirgan, temniy singlisi kirgan va bardovisi ham juda ham zo'r turadi. Bilasizlar, bardov bugungi eng trendiy ranglardan. Уже bugungi trenddan bardov bo'lsa, keyingi yil qaysi rang trend bo'lar ekan? Menga ham juda ham qiziq. Menimcha temniy singliy bo'lsa kerak deb o'ylayman. Bu yerda korичневый rangi ham bor. Shunaqa 5 xil rangda olib kirib qo'yganmiz. Narxlariga keladigan bo'lsak, pujala hamyonbop narxlarga sizlar uchun chiqarib qo'yganmiz. Shoes collectiondan kelib bemalol xarid qilsangiz bo'ladi.